Xonadonlarga necha kilovat quyosh panel stansiyasini o'rnatishni tavsiya qilasiz? O'rtacha xonadonlarga 10 kilovatdan 20 kilovatgacha quyosh stansiyasini qurishni tavsiya beramiz. Ikki xil tizimda, agar foydasi ko'proq tegsin deyiladigan bo'lsa, zaxirasiz, ya'ni akkumulyatorsiz tizim, 11 tizimimizni tavsiya beramiz. Agar yo'q, davlat tarmog'i ko'p o'chib turadigan joy bo'ladigan bo'lsa, unda gibrid sistemamiz, ya'ni tizimimiz bor, zaxira yig'uvchi. Shuni tavsiya beramiz. Tadbirkorlar quyosh stansiyasini nimaga qarab o'rnatish kerak? Tadbirkorlar iste'moliga qarab turib, ya'ni o'rtachasi 20-30 kilovat soatiga ishlatadigan bo'lsa, ulardagi o'sha 2 barobar ko'proq stansiya qurishni tavsiya beramiz. Sababi kelajak bor, kelajakda yana qanaqadir stanok qo'shish mumkin yoki nimadir qo'shsa, ancha chidab beradi. Ya'ni undan tashqari shu qish paytlari keladi. Qish paytlari samaradorlik ancha past bo'ladi. Bulutli kunlarda 50%, 60% minusga qarab ketib qolishi mumkin. Ya'ni 40% ishlab berishi mumkin stansiya. Quyosh panellari o'zi qancha xizmat qiladi? Quyosh panellari o'rtacha 25 yil, 30 yil xizmat qiladi. Lekin yana bir nimani aytib o'tish kerak. 15 yil davomida o'zini eng baland effektida ishlaydi. 15 yildan keyin esa yilma-yil o'zi effekti pasayib boradi. Ortiqcha elektr tokini davlatga sotsa bo'ladimi? Albatta, o'zi subsidiya hozirgi paytda O'zbekistonda yashil energiya subsidiyasi bor. Yuridik shaxslar davlat tarmog'iga 720 so'mdan, jismoniy shaxslar 1000 so'mdan davlatga subsidiya qilib elektr tarmog'iga sotsa bo'ladi. Quyosh stansiyasini o'rnatayotganda qandaydir hujjatlar yoki talablar bormi? Hujjatlar kerak bo'ladi. Bu yuridik shaxslar uchun necha kilovat stansiya qurgan taqdirda ham loyihalashtirish zarur. Jismoniy shaxslar uchun 20 kilovatgacha hech qanday xat hujjat kerak emas. May soliq ilovasidan yashil xonadon bo'limida registratsiyadan o'tishsa bo'ladi. Elektr energiya daromadini qanaqa yetishadi? Ya'ni soliq programmasidan 25-sanadan 30-sanagacha may soliq ilovasida o'sha sotilgan energiyani kartalarga to'g'ridan-to'g'ri o'tkaziladi bo'ladi. Bulutli havo yoki qor, yomg'irlar qanaqadir ta'sir qiladimi? Albatta ta'sir qiladi, chunki quyosh paneli, quyosh bo'lmasa energiya olishi juda ham qiyin. Unga ultrabinafsha nurlari tushib turmasa, tok ishlab chiqaradi, lekin juda ham pasayib ketadi. Yoz kunlarida changli havolar ham xalaqit qiladimi? Bu ham xalaqit qiladi. Ya taxminan 20-30% effektini tushiradi. Shayib tozalab turish kerak. Tozalab turganda ham shu maslahat beramiz. Yozgi paytda juda jazirama issiq paytlari kechqurun, ya'ni sal panellarni sovutib, keyin yuvish tavsiya beramiz. Chunki issiq bilan sovuq birdaniga bo'lsa, deformatsiya paydo bo'lishi mumkin. 1 kilovat quyosh stansiyasi uchun qancha joy ketadi? O'rtacha 1 kilovat uchun 5-5,5 kvadrat joy egadi.